Xush kelibsiz deymiz. Bu 305 Miami, Florida. 3-yil ketma-ket katta pay-per-view turniri o'tkazilmoqda. Bu yerda siz do'stlar katta sababchisiz. Bu UFC Zone Tour rasmiy matbuot anjumani. Kimning birinchi savoli bor? Alex, sen juda ko'p narsaga erishgansan, lekin kecha bu jang sening karyerangdagi eng muhim jang deb aytding. Bu kamarni yana qayta qo'lga kiritish sen uchun nimani anglatadi? Ha, sen aytganingdek, bu jang haqiqatan ham mening karyeramdagi eng muhim jang. Hozir aynan shu pallada kamarni qo'lga kiritish mening tariximdagi eng katta yutuq bo'ladi. Shuning uchun men sahnaga chiqib, shou qilish va bu kamarni qaytarib olishni intiqlik bilan kutmoqdaman. Sen bu sportdagi eng zo'r raqiblarga qarshi jang qilgansan. Diegoni oldingi raqiblaring bilan solishtirganda, uning mahoratini qanday baholaysan? U juda xavfli jangchi, agressiv, kuchli zarbalarga ega va Jesus ham a'lo darajada. U har doim jangni yakunlashni istaydi. Bunga hurmat bilan qarash kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Ammo men o'zimga ishonaman. Men eng zo'riman va yakshanba kuni buni isbotlayman. Diego har bir jangchi kamarni qo'lga kiritishni istaydi. Bu tabiiy, ammo aynan Volkanovski kabi afsonaga qarshi kurashib, kamarni qo'lga kiritish sen uchun nimani anglatadi? Bu men uchun albatta juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Volkanovski bu sportimizning afsonasi. Men uzoq yillar davomida uning karyerasini kuzatib bordim, ammo hozir ishonch bilan aytaman, mening vaqtim keldi, kamarni olish vaqti keldi. Savol Bryce Mitchell uchun. Kecha media kunida Yan Silva shunday dedi: "Bu jangda oladigan bosh miya zarbalaridan keyin ehtimol sen karyerangni tugatishga majbur bo'lasan. Bu haqida sen nima deysan? Unga qanday javob berasan?" Men bosh miya jarohati bilan tug'ilganman aka. Men joyidaman. U aytayotgan gaplarga qanday munosabatdasan? Kecha sen u faqat turli xil bema'niliklarni gapiryapti deding. Senga ko'ra u bilan tomoshabinlarni o'z tomoniga og'dirishni istayaptimi? Menga baribir uning niyati qanday. Mening niyatim bu odamni yarimigacha urib tashlayman. Savol Yan Silvaga. Eshitishimizcha, seni Mayamida juda yaxshi kutib olishdi. Hamma jang oldida bo'layotgan gap-so'zlar haqida muhokama qilmoqda. Ammo konkret mahorat bilan gapirayotgan bo'lsak, Bryce sen uchun qanday xavf tug'diradi? Ey Miami! Eshityapsizmi, do'stlar? U nima deyotgan bo'lsa, men u aytayotgan hech bir gapiga rozi emasman. Hech biri bilan. Lekin bu uning zo'r sportchi emasligini anglatmaydi. U ko'p kuchli yigitlar bilan jang qilgan, ammo yakshanba kuni uni hayotidagi eng kuchli raqib kutmoqda. Savol Michael Chandlerga. Miami, sizlar telbalardeksiz. Neytli intervyusida shunday dedi: "Paydining ismi butun diviziondagi eng baland jaranglayotgan nom bo'lishi mumkin. Sen uzoq vaqtdan beri o'zingdan past raqib bilan jang qilmagansan, ammo Paydi katta e'tibor tortmoqda. Shuningdek, biz sening yuzingdagi tabassumni ko'rdik. U liverpulliklar nokaut bo'lmaydi deganda, sen buni tekshirib ko'rmoqchimisan? Ey, Paydiga sportdagi yutuqlar uchun hurmat. U hozirgi o'rinda bo'lishga loyiq, ammo men ham 20 yil ichida bu pozitsiyaga loyiq ekanligimni isbotlayman. Mana shu yerda Miami, Florida, UFC Zone Tour. Men chiqaman va shouni o'g'irlab ketaman. Bu xalqning haqiqiy asosiy jangi. Men bunga sabrsizlik bilan tayyorman. Ketdik. Men bu jag'ni topaman va tez topaman." O'xshash savol Pediga. Media kunida sen Oliveira Chandlerdan g'alaba qozonish formulasini ko'rsatdi deding. Aniqki biz jang uchun reja tuzyapmiz. Biz raqiblarning janglarini ko'rib chiqamiz. Ularni tahlil qilamiz. Buni mening murabbiylarim qiladi. Shu bois biz g'alabalarga erishyapmiz. Biz UFC'dagi janglarni batafsil o'rgandik. Men bu jangda g'alabaga erishish uchun juda ko'p yo'lni ko'ryapman. Hamma o'ylayapti, go'yoki u meni nokaut qiladi, chunki men jag'imni ko'tarib yuribman. Lekin avval aytganimdek, mening jag'im toshdek qattiq. Men nokaut bo'lmayman. Men hayotimda biror marta ham nokaut bo'lmaganman, ammo Mike bo'lgan. Men uni yakshanba kuni yana nokautga uchrataman. Mike has, and I'll do it again tomorrow. Well, Saturday. Yana bir savol Mike va Pediga. Pedi, sen bilan boshlaylik. Conor McGregor yozgan edi. U sening Mike bilan bo'ladigan jangingni diqqat bilan kuzatishini aytdi. Sen buni ko'rdingmi? U bilan jangga e'tibor qaratdingmi? Ehtimol keyingi raqib bo'lishi mumkinligini anglatadimi? Ha, albatta ko'rdim. Juda ko'p odamlar menga bu haqida yozishdi. Men bu jangni mamnuniyat bilan qabul qilgan bo'lardim. Bu katta pul degani. Lekin men Mike'dan oldinga qaray olmayman. Avval uni yakshanba kuni yengishim kerak. Bu eng muhimi.
Yan, sen Bryce Mitchell bilan jangni zo'r reklama qilding. Sizning orangizda juda ko'p gaplar bo'ldi. UFC muxlislari kelajakda ham shunday reklama ko'rishlariga umid qilishimiz mumkinmi? Qara, kelajakda ham janglarni shunday reklama qila olamanmi? 3 gacha sanaymiz, maylimi? 1, 2, 3. 3. I put a lot of dogs down in my day. Nega men yaxshi faxriylar uchun yordam beraman? They kill my animals. They come to harm me and my family and they come barking. You know what they all got in common? They squeal right before they die. Bryce Mitchell. Men sening karyerangni hurmat qilaman. Seni jang sifatida qadrlayman. Va ko'zlarimga qaragin, men bilaman, sen qarayapsan. Ekran orqali qarayapsan. Men senga bir gapni aytmoqchiman. Ko'zlarimga qaragin, men seni nokaut qilaman. Ko'ramiz kim g'alaba qiladi. Diego, ayrim odamlar, shu jumladan men va Rodriguez seni tanqid qilishgan. Sen ham Braziliyani ham Meksikani ifodalaysan. Bu borada qanday fikrdasan? Sen hatto butun Latin Amerikasini ifodalayman degansan. Bilasanmi, odamlar xohlagan narsani gapiraveradi. Har kimning bunga haqqi bor. Sen ham istagan narsangni gapira olasan, lekin ba'zida eshitishni istamagan odamlaringni ham eshitishga to'g'ri keladi. Bu muammo emas. Men faqat bitta narsani ayta olaman. Men Meksikaga chuqur minnatdorman. U yerda tinmay mehnat qildim. Ko'p narsalarni o'rgandim. Odamlar orttirdim. Bir-birimizni hukm qilishga haqqimiz yo'q. Odamlar nima desa desin, men uchun bu muammo emas. Yan Silva, odamlar seni Bryce Mitchell bilan bo'ladigan jang sababli katta qiziqish bilan kuzatyapti. Sizning orangizda gaplar va bu jangga reklama jihati odamlarni tort. Shunday shov-shuv boshqa janglarda ham bo'ladimi? Do'stlar, yo'q. Bu jang atrofida katta shov-shuv bor, lekin men bu jangni reklama qilish uchun hech nima qilganim yo'q. Bu hammasi uning yordami. U aytgan gaplar tufayli odamlar bu jangni kuzatyapti. Menga esa faqat maktab ochish kerak. Shunda u odam bilim oladi. Hammasi shu. Uning gaplariga esa e'tibor qaratmayman. Chunki qara, bir odam qanday qilib Xudoni ulug'lab, gapirib, lekin bir vaqtning o'zida qurol rasmi tushirilgan futbolka kiyishi mumkin. Bu normalmi? Shu bois men uning so'zlariga umuman e'tibor bermayman. Então, meu irmão, ele vai pagar por isso aí e eu vou educar ele, essa é a real. Diego Jamodo'sning Alex Grasso allaqachon chempion bo'ldi. U bu jang oldidan senga nimalarni maslahat berdi? Albatta, u ham butun jamoa ham menga ko'plab foydali maslahatlar berdi. Men u bilan birga murabbiylik sifatida kamar yutganman. Endi jang sifatida xuddi shunday qilish imkoniyatim bor va men buni yakshanba kuni amalga oshiraman. Vol, kecha sen bu jangga hayotingdagi eng yaxshi formada chiqayotganligingni aytding. Bu safar na cheat meal, na alkogol bo'lgan. Senga bu yangi darajaga chiqish uchun o'sha 2 mag'lubiyat kerak bo'ladimi deb o'ylaysanmi? Chunki sen uzoq vaqt yengil vaznda hukmronlik qilgan eding. Qara, men shunchaki qaror qabul qildim. Bilasanmi, men har bir lagerda doim astoydil ishlayman. Bor kuchim bilan harakat qilaman. Lekin men har doim biroz ko'proq intizomli bo'lishim mumkin edi. Bu safar aynan shunday qildim. Va ko'rib turibsizlar, men hech qachon bunchalik quruq, yo'qsiz bo'lmaganman. Men ajoyib formada bo'layapman va bu natijani yakshanba kuni ko'rasizlar. Men bu kamar belimda bo'lishini sabrsizlik bilan kutyapman. Do'stlar, ushbu tarjima Press Sports o'z YouTube kanali uchun maxsus. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang. Hammaga rahmat. Davom etamiz. Videoni ko'rib turgan har bir insondan bir narsani so'rab qolgan bo'lardim. Mening yopiq Telegram kanalimga obuna bo'ling. Siz bu yerda MMA va boksning eng so'nggi yangiliklarini ko'rasiz. Barcha UFC turnirlarini jonli efirda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kelinglar birgalikda O'zbekistondagi eng katta aralash jang sanatlari sahifasini yaratamiz. Telegram kanalim uchun havola video opisaniyasida va kommentariyada qoldiraman. Obuna bo'lishni unutmang. Tarixni birgalikda